giyohvandlik vositalari, ularning analoglari hamda psixotrop moddalar kontrabandasi va noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Farg'ona viloyatida tezkor tadbir o'tkazildi. Xususan, muqaddam narkokuryerlar tomonidan Afg'oniston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan Surxondaryo viloyati hududiga olib o'tilgan va Yozyovon tumaniga keltirilib, dala maydonidagi xufiya joyga yashirib qo'yilgan 9 kilogramm 896 gramm gashish moddasini qabul qilib olgan vaqtlarda Marg'ilon shahrida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan xususiy tadbirkor va uning 1989-yilda tug'ilgan jinoiy sherigi ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shunday tegishli bu. Shuni qo'yishgani, olgani keldi. Kimday ko'rsatmasini olgani keldingiz? Ashyo telefonimda bor, telegramdan chiqdi, chetda narsalar bor. Tasvirni to'rttasi xaltaga ishlamas. Mana xaltaga joyladim. Mana shu yerda kavlabsin ichiga solaman hozir. Shuningdek, voqea joyidan qochishga uringan xususiy tadbirkorning yonida bo'lgan 14.500 AQSh dollari va 6.250.000 so'm ham protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. O'g'rilar o'tkazgan shaxsiy hududlardan qonunga 145 dona 140 AQSh dollari va 6.250.000 so'm miqdorida valyuta qiymatlar bug'onib konvertga solinmoqda. Tergovga qadar tekshiruv davomida ushbu noqonuniy ishga aloqador bo'lgan 3-shaxsning yashash xonadonidan 110 gramm opiy moddasi, 2 elektron tarozi, 1200 AQSh dollari hamda 28 million so'm protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Ta'kidlash lozimki, ushbu ajal og'usi Farg'ona vodiysidagi iste'molchilarga sotilishi kerak bo'lgan. Afg'oniston yo'nalishida narkotik moddalar kontrabandasiga qarshi kurashish doirasida Davlat xavfsizlik xizmati organlari xodimlari tomonidan yana bir tezkor tadbir o'tkazildi. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida yashovchi 1963-yilda tug'ilgan muqaddam narkotik moddalar savdosi bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan shaxs Xorazm viloyati Hazorasp tumanida istiqomat qiluvchi 1978-yilda tug'ilgan fuqaro bilan o'zaro til biriktirib, kelgusida sotib, mo'may daromad topish maqsadida afg'onistonlik narko savdogarlar katta miqdordagi giyohvandlik vositasini buyurtma berishadi. O'z navbatida narkokuryerlar tomonidan ajal og'usi Afg'onistondan Surxondaryo viloyati hududiga olib o'tilib, keyinroq To'rtko'l tumanidagi xufiya joyga qoldirib ketiladi. O'tkazilgan tezkor tadbirda To'rtko'l va Hazorasblik mazkur shaxslar xufiya joydan 6 kilogramm 149 gramm opiy moddasini va 9 kilogramm 814 gramm ko'knori somonini qabul qilib olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarning barchasiga nisbatan jinoyat kodeksining 246 va 273 moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari doirasida ularning jinoiy aloqalarini aniqlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda.